Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 11. Әмділа күз айларының кірішіге қарамай, күндізі тонырдәк қызып кетідіған янтақ құдық чөлігі намаз әсірі вақтыдан башлап, мұздақ тараптан кәген ғұрғыр шамалда, тезла соғып, адамның қолыны қорғыдәк соғық болатты. Сәркәрді зордың көк көзіні İran қабырғаға yolғы селіп етіп, bir həftədən кейін bir tümənге yaqın ләшкәріні Астананы davamlıq muhasirəyə ilişqa qaldırıb, qağın sərkərdə ләшкәрләре белән Ақсуға qarab yolğa çıqqan Muhammed Emin Badir xan Ақсу sepilinin sırtida qoşunni toluq bir gün dəm aldırğandan keyin yana davamlıq ilgirləb Ақсу bilan Kuchaның aralığındakı muzdavan yolu üstüdəki yantaq quduq çöllikdə Moğol ләшкәрләrini kütüb yatqanağa bugün top-to'g'ri hafta bo'lgan edi. Shu topda Muhammed Emin Badir xan bargohi olida Mirza Muhammad Shohbek, Malika Muhtaram xonim qatorliq sarkarlar bilan Muzdavan tarafga yov qo'shinning shapisini tintinglab kelishga avatgan chorlig'uvchilarning xabarini kutib o'tiradi. G'oldan lashkarlarini Hidoyatulloh Eshonga Həmdən buluşqa əvətməyimi qala mı? Dedi sərkərlərinin biri aradakı cimcitlikni buzub. Sərkərdə zordan kök göz işini əpləşdirənməy, çandırıb qoyması bolatdığı, dedi yana bir sərkərdə əndişisini yoşurmay. Canabi sərkərdilər, xatırcam boğay, dedi Muhammed Emin Badir xan xatırcamlik bilən. Sərkərdə zordan kök gözünün qamlaşdıramaydıgan işi yox. Bugün bolmasa ətigiçə bu çöllikə Moğol lashkarlarini xuddi burundan çülük ötküzülgen tögidək yetilab kəmməsə hesab emas. Ol məlunlarning əcəl peymanı toşqan bolsa, Allah Taala egəm ularni öz ayaqları bilan mağdırıb bu çöllikə əvətməy qammaydı, dedi Malika Muhtaram xonim xotirjamlik bilan. Sərkərdə zordan kök göz, yov əhvaldan oldun xəbər beribətsə, işlərimiz teximi puxta yürüşkən bolar idi, dedi Mirza Muhammad Shohbek taqazzalıq bilan. Sərkərdilər әні şu yusunda bir aş peşim sözüşüp oturğandan keyin öz qarargahlarına qaytışdı. Namaz əsr məhəl. Sərkərdə lashkarlar əmdila əsr namazdan fariq bo'lib turishig'a, Muzdavan tarafdagi karvan yo'lidan chekitdak bir necha qora ko'rinishga boshladi. Buni eng avval bayqagan egiz do'ngda kuzatib turgan lashkar ahvolni darhol ma'lum qildi. Şu haman barlıq sərkərdilər döngning ustiga chiqib, lashkarlar ko'rsatgan nishonga nazar tashladı. Ola hazal bir cho'gin choy qaynimichilik vaqt o'tganda, uning otliq odamlar ekanligini ilg'i qildi. Ular rastilla Muhammed Emin Badir xonning oldin chorlig'uchi lashkarlari edi. Ularning orasida beshiga Mo'ng'ulcha Malaxay, uchisiga yondan izmilindigan Moğolcha karton kiyvagan zordan kök gözmü var idi. Salam sahat baja keltirilib, hol ahval so'rashlardan keyin ular bargohi oliga kirib, lashkari martabasi bo'yicha o'rin erishdi. Sarkarda ko'p riyozat chekdilar, dedi Muhammed Emin Badir xon zordan kök gözga o'z qo'li bilan bir jam muzdak sharbat tutib turib. Hozircha inamning o'rnida bir jam ussuzluq ichib tursalar. Oliylarining himmatiga hashqalla. Zordan kök göz jamni hurmat bilan qo'liga ilib, bir ko'tiribla ichivatgandan keyin qiziqchilik qilib so'zlashga boshladi. Qiladigan ish o'yg'oqchilik o'xshaydi. Mo'ng'ul xoni G'ollonga Hidoyatulloh Eshonning maktubini topshirib berib, inamga nail bo'lgan edim. Mana endi uning xabarini oliylariga yetkazib, bir jam shohona sharbat inam oldim.
sərkərdiler xırıldap külüşdü. Moğol xanının inamını çıqasla, sərkərdə görüp bakaylı, dedi Mirza Muhammed Şahbek. Bana uçamdı turmamdı, dedi sərkərdə Zordun Kökköz üstü beşini ima qılıp. Moğol xanının huzurida birdemdila Moğol bulup, kettim qoy men. Ravan sözlerimni anlap, nime deydi dememsizlar ul laneti? Xo'sh, qani, dedi sərkərdilar qiziqib. Sen Uyg'urmu, Moğolmu deb so'radi. O'zlari nima deb javob berdilar sərkərdə? Nima deydim? Anam Moğol, dadam Uyg'ur dedim. Puchağındaki bunu Uyg'urcha kiyiming sana yaraşmaptı deb bunu Moğolcha üstü başını kiydirip koydu da üstü başımga şundaqlı bir qarab etip mana emdi cın Moğolga o'xshading deb og'iz tegmay so'zlab ketdi. Sərkərdilar yana xırıldab kulishdi. Janobi sərkərdini buningdan keyin Zordun Kökköz demay, Zordun qalmoq desak bo'g'dak, dedi Muhammed Emin Batirxon kulib. Xo'sh, qani, endi rasmiy gapga kelayli. Moğol xoni Hidoyatullo Eshonga hamdam bo'lishga qanchalik lashkar mangdirdi? Bir ikam yoki ortiq emas, naq 4 tuman. 4 tuman? Muhammed Emin Batirxon bir az o'yinib olgandan keyin yana so'radi. Ular hozir nadirak kelyapti? Ular İran Qabirg'adan yo'lga chiqqan hamon hamdamchi Moğol lashkarlarining sarkardisi Zangi Qontajiga g'olib qo'shinning xabarini Eshon xon xo'jamga oldin yetkazgach turay deb menib ketgan edim. O'ttirimizda naiti 1,5 kunlik musofa bor. Təmimcə ular bugün Muzdavandan ötüb bulalısa, Ətkeş bu çölünün o tərpidəki iqin boyuğa joylashqan sögətlik jirani qonalğı qilishi mumkin. Yavның ahvoli bizga ayon bo'ldi. Qani, janobi sarkardlarim, tadbiringlar bo'lsa ko'rsatgaysizlar, dedi Muhammed Emin Batirxon. Meningcha ularni mush yerda to'sib ujuqtirayli. Ul murtatlarning o'liki mush cho'lda qolsin, dedi sarkardlarning biri. Yana bir ishni janobi sarkardlarning samiga sep qo'ymoqchiman, dedi sarkarda Zordun Kökköz. Meni yovni bak qudratli chaqlab qapti deb o'ylab qilishmisizlar? Ularning tapkilik miltiq, chochma toplari biznikidan xeyli yaxshikan. Moğol lashkarlarining ruhiy holati to'limi ko'ran, jasur, meni vaqan otri bir-biridan xil. Bu tarpini samimizga sep qo'yganlari yaxshi bo'ldi, dedi Malika Möhtaram xonim so'z elib. Meningcha otliq lashkarlar bilan bu poyoni yo'q tüp-tüz cho'llikda jang qilsaq talafat ko'p bo'lib qolur. Chunki otning chepshiga tuz yaxshi. Shunga cho'llikning u tarafidagi jiraliq tog' qaptilida qapsab jang qilganimiz afzal. Mening o'yimmi ham shu, dedi Mirza Muhammed Şahbek Malika Möhtaram xonimning qarashini quvvatlab. Moğol lashkarlarining soni bizninkidan xeyli ko'pkan. O'z vaqtida ular Oqsuni biti yo'q hujum qilib tatib olgan edi. Pamimcha ular hozir oldin to'sib kutib yotqinimizdan bexabar. Qonalg'ularida tuzuk ehtiyot tadbirlarini ko'rmasligi mumkin. Shunga biz butkul qo'shin bo'yicha hozirla ilgirlaydi-da, atdegan ular qonalg'u qilish ehtimoli bo'lgan jironing atrofini egilab bo'htirmi qo'yayli. Tang kechida safar harduqida qattiq uyquga ketgan vaqtidan foydalanib, qarorgohini bosqin qilsak, nusrat qozonmay qamaymiz. Bütün qo'shin bo'yicha ilgirlagan Muhammed Emin Batirxonning sarkarda lashkarlari
Әтісі ош вақты мәхәл білән чөлдікнің у tərpidəki Taqir tağının bağırğa yetib gəldi də, ilgirləşini toxtutub, qoşunni dəm aldırdı. Sərkərdə Zordun Kökközünün pərzi toğru çıqqan idi. Namaz əsr vaxtı bilən çarlıqçı ləşkərlə Moğul ləşkərlərinin 30 çaqırım yiraqlıqdakı sögətlik cirada eqin boylab qarargah qurğanlığını xəbər qıldı. Allah igəm bizge mədət bervatqan oxşaydı, dedi Muhammed Emin Badırxan bargayı aliğa kengəşki çaqırğan sərkərlərə qarab. Ləşkərlər dərhal ғızalınıb, bir vaqtlıq ozuq tülük ili bilib, cəngi hazırlanğay. Məlik möhtərəm xenim, 2 nəfər orun basar sərkərdə bilən 3000 oxyaçı, 5000 atlıq qilichvaz ləşkərini ilib, şəb çıxarmay yol yürüb, Moğol ləşkərlərinin orq sepiga ötkəy. Tün nisbi bilən təng, ot atar ya oqı bilən, yavның uzuq tülük, yem xəşək, oq dora qarargayığa ot qoyub hücumğa ötkəy. Sərkərdə Mirza Muhammed Şahbəy, 2 orun basar sərkərdə bilən 5000 piyoda ləşkərini ilib, Ciranın oң tərpide böktürmedi turğay. Sərkərdə Zordun Kökköz 2 orun basar sərkərdə bilən 5000 piyod ləşkərini ilib, Ciranın sol tərpide böktürmedi turğay. Mən qağan sərkərdə və otlıq piyod ləşkərlər bilən yavның ilgirləş yolunda böktürmedi turmən. Keçidə yavның arq sepidiki uzuq tülük, oq dora qarargayıdın ot yalqını kötürülgen haman Tangla hücumğa ötümüz. Ləşkəri pərmanını tapşırıb alğan sərkərlər dərhal tayarlıq qilish üçün bargayı alidin çıxıb getdi. Tün keçə. Xətərlik, davanlıq yollarını besib, herib haldan ketgan Moğol ləşkərləri qorsaqlarını toxlab, g'imidi yo'q, sherin uyquga ketgan edi. Oldin qitimqi Saidiya zimini qilgan hərbiy istilochilik yurishida nurg'un mal dunyo, chiroyliq g'olchi cho'kan. Berdam g'olcha yigitlarni o'lja ilib qaytgan Mo'g'ul lashkarlarining birdilla beyib ketganligini ko'rgan va mushundaq bir lashkari yurishning yana bir qitim bo'lishini orzu qilgan Mo'g'ul lashkarlari behisob mal dunyo tanasida shirin tushlarni ko'rib, xo'rakni döng tartışıvatatdı. Sərkərdə Məlik Möhtərəm xenim başlap manğan oxuyaçı ləşkərlər bilən çəvəndazla tün nisbidin ötkəndə yavның ozuq tülük qarargayığa tuydurmay yıqıllaşdı da 3000 oxuyadın birli vaqtda ot atar ya oxları etişqa başladı. Şu haman ot saman dövleriga tutaşqan ot ғұр-ғұр tağ şamılıda ulğuyub birdemdila osman pələk götürülüb Kəngri cirani kündüzdək yortib etdi. Hayvatlik ot qıp-qızıl tıllarını sozğanicha ot saman dövüsidin ozuq tülük dövüsiga, onundan oq dora dövüsiga şiddet bilen tutaşdı. Oq dorlarning partlash sadası muzdaq bağrını zil-zilga saldı. Şu haman töt tarafga böktürmege qo'yilgan Saidiya lashkarlari Allahu akbar deb takbir aytib nari tortishganicha nima vaqa bo'lganligini bilolmay sarosimaga tushgan Mo'g'ul lashkarlarining qarorgoyiga xuddi qo'y qotiniga etilgan bo'ri to'pidek tashlandi. Mo'g'ul lashkarlari dastlabda bir oz mangdab gangrab qolgan bo'lsa-mu, keyin boshlarida o'ynayotgan ajal qilichini ko'rib, kuchlik yovga duch kelganligini his qilishdi-da, darhol as-hoshini yig'ib, yovga qarshi qilish yalang'ashladi. Butkul jirani urkigan otlarning kishnigan, tig' tekkan odamlarning yingirgan ovozlari, jon pidoliq bilan ilishayotgan lashkarlarning qiyqas so'ralari qoplab ketdi. Kutilmagan bu qattiq zarbidan jangovarlikni yo'qotib, urush sepi tuzishga ulguramagan Mo'g'ul lashkarlari ig'ir talafotga uchrayotdi. Jang tong suzilganga qadar davomlashdi. 40 ming lashkaridan oran 10 mingga yaqin lashkarini agashtirib,
muasirni bösüp chiqqan Moğol lashkarlarining sarkardisi Zangi Qontaji keyindan Saidiya lashkarlarining qo'g'lamaganligini bilib tursimi, o'lar tirilishiga baxmay qochqanicha haybatlik Muztag'ning davonliq yo'llarida etiga to'xtamay qamchi uratdi. Ana ashundaq vahimalik qechishda 5000 ga yaqin lashkari ot patlari bilan g'onga müdürlüp ketib, jindan ayrildi. Muzdavondan halqib bo'lganda bir oz esini yiqqan Zangi Qontaji orqasidan agishib kelayotgan 4-5 mingga yaqin taqturqi to'limi echinishliq vahimadan chiroylari tozirib ketgan lashkarlarni ko'rib, vujudini ig'ir g'am tog'lari bosdi. Shu topda u Saidiya tasarrufiga qadam besibla boshlab kelgan 40 ming lashkarining 10dan 9'ini talafotga uchratganligi uchun G'aldonga qandoq javob qilishni bilolmay ig'ir g'amga botgan edi. U har bir qadam oldiga ilgirlaganda ko'z oldiga G'aldonning rahimsiz, dahshatli chiroyi kelib olib, vujudi shunchalik mukchiyatdi. Shu topda uni Iran qaburg'ada kutib turgani rahimsiz ajal edi xolos. Zangi Qontajining Saidiya ilidagi Appa Xo'jaga qarshi qo'zg'alonni bostirib, zafar quchib qaytib kelgandan keyin G'aldon o'rdisida o'stirilgan mansab, kulasi haqidagi shirin tushlari butunlay barbod bo'lgan edi. Mana hozir uningga G'aldon g'azab bilan qaramoqda. Uning bilan o'zangi so'qishtirib yurgan sarkardalar masxirli kulishmoqda. Beshining cho'qqisida bir tutam ko'kulisi bor. Odam yurgini xam talash qilib yeyishga xumar bo'lib qolgan surduk jallod uning yurgini tirik turg'izib sug'urib olish uchun xanjirini bilmoqda. Xotini, suyimlik bolalari zar yig'lamoqda. Zangi Qontajining ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. U shu yo'sinda bir oz xayol surgandan keyin etining tizginini shaqqida tortdi-da, o'ng tarafdagi ko'z yetkisiz qarg'ayzorliq cho'nqur hang'i qaritib qamchi soldi. Qamcha zarbasiga chidamagan ot echinishliq birini kishinib etib, egizi boshlagan tarafga qarab chapdi. Ko'zni yumib ochquchilik bo'lgan orliqda ot ustidagi Zangi Qontajimi tagsiz cho'nqur hangning ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu dahshatli manzarni o'z ko'zi bilan ko'rgan lashkarlari nemish bo'lganligini anqiramay, hozirla hamma narsani dam tortib ketadigandak qorayib ko'rinadigan tagsiz hangga qo'rqimsirab qarab qilishdi.